Oybek aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Assalomu alaykum. Men Alixonni ko'rib, Instagramda yugurib keldim. Qani assalomu alaykum ammajon. Ay jonim. Yaxshimisiz ayajon? Voy. Sizlarga havasim keldi desam. Alixon bozorchi bo'ldi. Bozorchi bo'ldingizmi? Faridani ichi oqib ketdi shunda. Voy, Alixon qani deb Farida yig'layapti. Bog'chaga chiqmadi Alixon bilan o'ynayman deb. Canım, yaxshimisan? Nech pul topding? 30.000 dollarmi? Ber. Hozir tez ber. Hozir. Bu saxiyligini ko'radi. Ha, qani? 30.000 dollar ber. Wow, 40.000 ku. Rahmat, bu mengami? Nima olaman? 30.000 olaman. Nima olaman bunga? Xohlaganingizni olingda. KFC olaman bunga? Ha, Kimga olib beraman KFC? kiysa olasiz. Kimga? Kiysa. Bu yo'lda o'zlarini ko'ribdilar. Xayollar ketib qoldi. Sal o'g'lim, yosh bola pul ishlamaydi deng. Yosh bola pul ishlamaydi ammajon. Yosh bola pul Ishlamaydi, so'lamang joy. Voy, rahmat. Ana. Zo'r-ku, ha? Hamma narsa bor ekan, nanani do'konlarda. Nana do'konlarida bor. Yosh bola yemayap turadi, pechenye yedi. Kofe ichdilar. Do'konga chiqish kerak ekan-da. Ozgina non yedilar. Mazzami? Mazzami? Beshtasha. Ertaga ham kelamiz mayli? Ha-da. Ha, Ay jonim. Qo'llar keladi. Mam nech pul? Mana. 20 dan bering. Oy. Ana sen zo'r o'zim bostir. Salom. Ha, chiroyli ovozli qiz gapiradi, xursand qarabas. Ana paplilla bor, paplilla shetda. Voy, o'ldir. Chiroyli qiz qarayapti deb. Ash 17 dalar. Kim oladilar? Alixon. Assalom onajon qil. assalomu Ana, assalom qil. O, mana onang. Alixon, pochcha qani pochcha? Ana, Assalom qo'y, yugur pochchani. Shu yerda ekan ojon bu ham. Ana, kim ekan? Onajonmi? Alixon? Faridani onajonisida. Ha, deydi. Aqlli esladim. Ana.